Assalomu alaykum hammaga. Bugun ertalab 3.1 koeffitsiyentlik taxlovdim. 80 mingga ko'rib tursizlar mana. Bu hakkedan olganman. Ertalab boshqa futbol yo'q ekan. Futbol umuman hozir kam. Shu kunlarda shunaqa bo'lyapti, bilmayman. Xullas hakkedan olganim 3.1 koeffitsiyentlik o'tdi. Hozir buni ko'rdim. Kechagi kuponlarimizga kelsak, endi kechagi kuponlarimizdan 5 ta kupon taxlagan bo'lsam, 3.6 koeffitsiyentim o'tdi. Shu birinchi time 0-0 yoki durang. Xullas shu ikkitalik kupon. Bundan tashqari qaranglar, 3.6 koeffitsiyent yo 3.1 koeffitsiyent yo 4 koeffitsiyent har xil. Masalan, 10 dan ag'i tavakkal bo'lib qolyapti. Men unga ishonib tikyapman. Bir xilda shu ham 2-3 koeffitsiyentlik ham parod qilib qo'yyapti. Iloji boricha katta koeffitsiyentni endi qilmaymiz. Ko'rib tursizlar, mana 20 koeffitsiyentni misol 5 ta o'yin olgan bo'lsam, ikkitasi o'tmay qolgan. Bu yerda mana 1.9, 1.4, 1.9. Mana shu koeffitsiyentlarni o'zi yetadi-da, 3.4, 5 koeffitsiyent bo'ladi. Shuni o'zi yetadi. Faqat risk qilib tikish kerak bunga. Endi hozir bu yerda 4 koeffitsiyentligim bu ayollarda futboldan olganman. Ayollarga endi ko'p gol bo'lgani uchun birinchi time X olib qo'yganim o'zimda nimam bo'ldi. Buni strafovkasini oldimda. Короче, mana ko'rib tursizlar. Unda ham ayollar edi, o'sha kamanda. Birinchi time yutishiga olganman. Bunda o'tdi-da. Bunda ikkisi o'tmay qoldi. O'sha bilganim bunda ayollar yutishi ehtimoli bor edi. Oldingi o'yinlarni ko'rsam, oldingi o'yinlarda nuqul yutib kelgan ekan bu jamoa. Xullas, kecha kuponlardan 5 ta kupon qilgan bo'lsam, kecha kuni. Kecha 5 tadan 2 tasi o'tdi. 3.1, 3.6 koeffitsiyent mana. Xullas, ko'rib tursizlar summani 50 ming, 30 ming tikilyapti. Bu yerda foyda qanaqa? 180 ming foyda bo'ldi. O'sha kecha 5 ta kuponni ichida hisoblasangiz, 5 ta kupondan 3 tasi o'tmay qolgan bo'lsa, 2 tasi o'tgan bo'lsa, 180 ming foyda keldi. Yomon emas. Asosiy minusga tiqmadi. Xullas, bolalar har kuni kuponlar bo'ladi. Bu kanalda tashlab boriladi. 3-4 koeffitsiyentliklar faqat. Katta koeffitsiyentlar bo'lmaydi. Katta koeffitsiyentlar bo'lishi mumkin 15 gacha. Ja borsa 15 gacha. Undan yog'iga hech kim kafolat bermaydi. O'zi shundoq ham mana 3-4 koeffitsiyentga hech kim kafolat bermaydi. O'tadi 100% deb. Shunaqa gaplar.